O tovushi va o harflari. Bolajonim, sayohatga tayyormisiz? Harflar mamlakati yana bizni o'ziga chorlamoqda. Bu ko'l bunchalar maftunkor ekan-a? Yo'lda suzayotgan o'rdaklarni ko'ryapsizmi? O'rdak so'zi qaysi tovush bilan boshlanadi? Barakalla, o tovushi bilan. Keling bugun o tovushini o'rganamiz. O unli tovush. Lablaringizni oldinga naychaga o'xshab chiqaring. Tishlarni lablar bilan berkitib, talaffuz qiling. O o'pkamizdan chiqayotgan havo to'siqqa uchradimi? Yo'q, uchramadi. Shuning uchun o unli tovush. Unlilar faqat ovozdangina iborat bo'ladi. Mana bu bosh o va kichik o harflari. So'zlarni o'qing. Belgimni olsangiz gar, o'zim oyga o'xshayman. Otda belgi bo'lsa gar, maysa o't bo'lib qolar. O't, ko'l, un, do'lana. Do'lana so'zida nechta tovush bor? Ofarin bolajonim, 6 ta. Tovushning yozuvdagi belgisi harf deyiladi. Do'lana so'zida 6 ta tovush, 6 ta harf bor. 3 ta ochiq bo'g'in bor. Chunki barcha bo'g'inlar unli bilan tugaydi. Gaplarni o'qing. Aka, ana u nima? O'ktam, u katta, ko'm ko'l. Sayohatimiz sizga yoqqan bo'lsa, like tugmachasini bosishni unutmang.